Lekin ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari mana yana bitta obyektimizga eshelonlarni olib kelib o'rnatib berdik. Uzoqdan ko'rinish holatlari yaqinlashtirib ko'rsatamiz. Bu yerga Akfa alyumin G306 ga 1 qavat seriya oynalari bilan bo'lgan. Xo'p, eshigimiz 2 qanot. Eshigimizga shotlancha gullari bilan qilib berdik. Eshigimiz oq paket bo'ldi. Eshigimiz ochilib yopilishlariga ahamiyat qaratasizlar. Bu eshigimiz. Xo'p, endi ichkari taraflarni ko'rsatamiz. Ichkari taraflariga poligonnilari bilan o'rnatib berdik. Ko'rishingiz mumkin. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, vodiy bo'ylab dastlabki ustanovka mavjud. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin.